Assalomu alaykum Nodir aka. Yusuf Invest taklif qilayotgan nasiya savdo turi bilan hozirgi kundagi an'anaviy kreditni o'rtasida qanaqangi farq bor? Shu haqida gapirib bersangiz hammaga qiziq. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu juda ham bir aktual savol deb o'ylayman. Juda ham qiziqarli savol deb o'ylayman. Yusuf Invest qanaqa nasiya savdo turini taklif qiladi degan savolga javob topsak. Biz avvalo omonat savdo deymiz. Tovarni sotib olib, sotib olgan tannarximizni mijozga ochiq aytamiz, ustiga qilgan xarajatimizni ochiq aytamiz va foydamizni, ustamamizni ochiq aytgan holatda mijozga nasiyaga sotish bilan shug'ullanamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi endi ijara. Xo'p. Shu nasiya savdo va an'anaviy kreditni haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi asosan ikkalasini, masalan, an'anaviy kredit desak va bizni nasiya savdo desak, bu muqobil an'anaviy kreditga nisbatan muqobil variant sifatida ko'riladi. Islomiy deylik, yo bo'lmasam qadriyatga asoslangan. Qadriyatga asoslangan muqobili deb ko'riladi. Ikkalasini ko'pchilik bir-biriga o'xshatib yuborishadi. Aslida unchalik emas, ancha farqlari bor deb o'ylayman. Bu haqida bir ozgina tushuntirish berishga agar ijozat bersangiz aytib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda bu nasiya savdo, bu savdo bu. Real tovar ustida bay qilinadi. Bu bilan kreditda juda katta farqi bor. Kreditda savdo qilinmaydi. Qarzga pul beriladi. Ana boring, o'sha sotib olib, mijoz sotib olmoqchi bo'lgan joydan tovarni yoki biror narsani o'sha yerga pulni o'tkazdirib beradi. Bo'ldi. Shu bilan u yog'i kredit munosabatlari davom etishni boshlaydi, shakllanadi va davom etishni boshlaydi. Bizda bu bir nechta bosqichlardan iborat. Avvalo savdo deganimizda savdoni o'zi shartlari bor. Savdo bo'lishligi uchun. Endi asosiylaridan bittasi tovar mavjud bo'lishligi kerak. Savdo bo'lishligi uchun asosiy shartlardan bittasi. Endi boshqa yana shartlari bor, uni aytib o'tirmayman. Tovar mavjud bo'lishligi kerak. Ko'pchilik shu yerda chalg'ib qoladi. Deylik, nimadir sotib olmoqchisiz. Biz siz bilan va'dalashuv qildik. Va'dalashuvga asosan deylik, ishonch to'lovi ham berdingiz. 5%, ha? Biz tovarga pulni chiqardik. Mana shu yerda ko'pchilik o'ylaydi, hisob-kitob o'zi yurib ketadi deydi. Kredit bo'lganda shu yerdan boshlab hisob-kitob yuradi. Yo'q, bizda unaqa bo'lmaydi. Pulni chiqardik shartnoma bilan asosan va tovar balki 3 kunda tayyor bo'lishligi mumkin. Balki o'sha kuni tayyor bo'lishligi mumkin. Balki bir haftadan keyin tayyor bo'lishligi mumkin. O'sha tovar tayyor bo'lib turib, deylik, tahliya deydi, ajratib qo'yish deydi. Alohida, masalan, bizni tovarimiz deb u yerda omborda yoki bo'lmasam biz o'zimiz omborga olib kelib yoki qayerdadir alohida qilib ajratmagunimizgacha u tovarni sota olmaymiz. Bu degani tovar mavjud bo'ldi deganida. Undan keyin mijoz bilan biz savdo shartnomasi qilamiz. Notarius qilsak notarius qilamiz, garov. Va uni nasiya savdo asosida mononcha muddatga, mononaqa grafik va shunaqa grafik asosida buni shuncha ustama bilan sizga sotdik deymiz. Hop, yana bir farqdan bittasi bu jarayonlar. Masalan, o'zi dastlab buni aytishim kerak edi. Jarayonlar, savdoni ketma-ketliklari. Tovar u yoqda chiqdi, biz sota oladigan holatga keldi. Endi biz uni mijozga topshirishligimiz kerak. U yerda risk, mana risk haqida gaplashib o'tib ketaylik. Kreditda risk qayerda topilinadi deysa, to'lovlari qaytmaslik riski deydi. Kredit chiqqandan keyin foiz hisob-kitob ketdi, boshqa ketdi, oyma-oy to'lovlar bor. O'shani to'lovlar qaytmaslik riski bor. Bizda-chi, bizda qanaqa risk bor? Tovar riski bor. Savdo riski bor. Mijozga biz mana pulni chiqardik, tovar tayyor bo'ldi, mijozga savdo qilib topshirmaganimizga uchun talofat biz bo'ynimizda bo'ladi. Endi bu yerda ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Men tasavvur qilish uchun bitta yaqinda bo'lgan bir holatni tushuntirib o'tmoqchiman, aytib o'tmoqchiman.
Muzlatilgan tovuq go'shti savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkor bizga zakaz qildi, keldi. Biz ular bilan va'dalashuv qildik va pul chiqardik. Tovar ham tayyor turibdi skladda. 36 tonna muzlatilgan tovuq go'shti. 4 ta mashinada bo'lyapti. Bitta mijoz o'tiribdi, ikkita sherik ekan, akalar, Alloh rozi bo'lsin, juda yaxshi insonlar ekan. Men aytayapman, sizga topshirishda ikkita varianti bor. Tovar yerda turibdi. Mashinaga yuklangan holatda bizniki bo'ladi. Sababi yerda katta partiya bor, zavodda turgan holatda bizniki bo'lmaydi. Mashinaga yuklangan holatda, aniq bo'lgan holatda bizniki bo'ladi va o'sha yerda birinchi variantni sizga sotamiz. Siz vakilingiz bo'ladi, biz vakilimiz bo'ladi, oldi sotdi qilamiz ustida. Keyin uni xohlasangiz bu yoqqa o'zingizni omboringizga olib kelasiz, yo'l kirani o'zingiz to'laysiz. Xohlasangiz boshqa joyga olib borib sotasiz, boshqa joyga qilasiz. Bu birinchi variant. Ikkinchi varianti o'sha o'zi eng maqtalingani, masalan, savdoning eng maqtalingan usuli o'sha tovarni, tovuq go'shtini sizni o'sha Qo'rg'ontepa, Andijon tomondan ekan. Sizni skladingizga olib borib tushiramiz va o'sha yerda savdo qilamiz. Bunda nima bo'ladi degan savolga yetib borib tushirgunimizgacha risk bizda bo'ladi. Hozir mana ko'ryapsiz, endi yo'l yuradi, orada bir 400 kilometr nariberisida masofa bor, 300 km 400 atrofida. Yo'lda har xil holatlar bo'lishligi mumkin-da. Buni sekin o'tirib tushunyapti-da, anglayapti-da, akalar, deydi bizga olib borib beravering deydi. Olib borib bersak, yo'l kirani biz to'laymiz. Yo'l kirani biz to'lab, uni ustiga 12% QQSni mindirib, uni ustiga yana foyda ham qo'shamiz desak, o'ylab hisob-kitob qilib ko'rib, yo'q deydi, olib borib beravering deyapti. Nimaga deganda, u real riskni his qilyapti-da, mijoz. Real riskni his qilib turib, yo'q, sizni bo'yningizda bo'lsin, biz o'sha ishni qildik, olib borib topshirdik. Mana sizga katta farqlardan bittasi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Oddiy misol Xitoydan olib kelishda yoki boshqa uzoqroq joylardan olib kelishda ham bu real taklif bo'ladi. Biz tomonidan klientga xohlasangiz shunaqa qilib beramiz deb. Buni hisobga olish kerak. Keyingi masala, keyingisi haqida gapiradigan bo'lsak, mijozga topshirdik. Endi undan keyin tovarni sotadi, masalan, klient tovarni sotadi, qo'lida naqd pul bo'ladi. Ana uni oborotiga tikib oyma-oy to'lasa bo'laveradi. Bu joyida masalan, kreditda ham shu maqsad, bunda ham shu maqsad. Lekin asosiy farq qayerda bu jarayonda deyilsa, bizda bir narsa bor. Tovarni, mahsulotni nasiya qilish yoki naqd qilish bu tovarni sifati deb hisoblanadi. Naqdga bunchaga sotaman, savdodan oldin gap muzokara jarayonida nasiya bo'lsa, bunchaga sotaman deb narxini o'zgartirish mumkin. Lekin savdo bo'lib turib, tovarni topshirilgandan keyin savdo amalga oshdi. Tovar o'rtadan chiqib ketdi. O'rtada nima qoladi endi desa, qarz qoladi. Qarz muomalasi qoladi. Bu qarzga sifat berish mumkin emas. Qanaqa qilib sifat beriladi? Mijozni har xil holat bo'ladi. Ma'lum bir paytlarda qo'lida naqd pul yo'qsa to'lov qilgan sharoit bo'lmay qolishligi mumkin. To'lovlarda kech qolinishi mumkin. Bu endi normal holat. 1 kun, 2 kun. Force major holatlarda bir yaqinda bir holat bo'ldi. Bir mijozimiz o'sha sexi ishlab asosiy biznes sexi yonib ketib qoldi-da. Alloh panohida saqlasin. Shu holatda nima yordam qilib bera olasizlar degan savoliga biz 2 oyga pauza berdik to'lovlardan. 2 oydan keyin mana bu oy to'lov biznesi yurib turgan biznes edi-da, endi u infratuzilmani joy-joyiga qo'ydi, yurib ketdi yana. To'lovni vaqtida qilib berdi. Lekin 2 oy pauza berganimizga bu force major bo'lganligi uchun biz 1 so'm pul qo'shmadik. Boshqa holatlarda ham 1 kun, 2 kun kech qoladi, yo bir shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, pul qo'shilmaydi. Keyin yoki ba'zi holatlar bo'lib turadi, mijoz kelib turib 1 yilga savdo kelishilgan, nasiyaga 6 oydan keyin men yopib yuboraman. Menga deydi narxidan o'tib bering degan narsa bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam dastlab shartnoma bo'lishligidan oldin men 6 oyda yopib yuborsam o'tib berasizmi degan talabni yo so'rovni qo'yishligi mumkin. Bu narsa ham qilinmaydi.
Bu o'sha o'rtadagi qarzga sifat berish hisoblanadi. Bizni qadriyatimizda bu taqiqlangan. Men ilgari moliya tashkilotida ishlagan paytimda biz xalqaro investitsiyalar jalb qilish bilan shug'ullanganmiz. Ularda masalan deylik Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki bilan ishlaganmiz. Ularni maqsadi qarang, Yevropani maqsadi biznesni rivojlanishi uchun juda ham qattiq e'tibor berardi. Nafaqat biznesni u to'lov qiziqtirardi. Masalan, o'sha paytda bizni tashkilotimizni rivojlanishi uchun jon kuydirardi. U narsalar bor. Haligi aytadi-yu, Yevropa bo'lsa ham insonni manfaati, jamiyatning manfaati uchun kurashar. Shuning uchun ular rivojlanib ketdi. Ulardan o'rganganlarim bor, keyin o'zimizni ustozlardan o'rganganlarim bor. Shuni hisobiga bizni hamkorlarga manfaat yetkazish. Manfaat yetkazganda o'sha savdo jarayonini o'zida emas, savdo jarayoni bo'lib turib, u hamkorlik davomida ham ularga manfaat yetkazishga harakat qilamiz. Bu jarayonda biz endi holatdan kelib chiqib maslahatlar beramiz yoki bir boshqa imkoniyatlar bo'lsa, boshqa yo'llar bo'lsa, haligi aytadi-yu, bitta aql, ikkita bo'lsa, ikkita, uchta bo'lsa yana yaxshi deydi-yu. Bizdagi o'sha yig'ilgan ozgina tajribalardan kelib chiqib, shunaqa yordamlar qilamiz. Maslahatlar beramiz. Oddiy misol, bir yaqinda bir holat bo'ldi. Bir mijozimizni holati ozgina yomonlashib qoldi-da. Biznesda birinchi sabablar bilan aytib qo'yishim kerak, o'zimizni o'zbekcha qilib tushuntiraman. Biznes egalariga, yangi boshlagan biznes egalariga juda ham muhim narsa deb o'ylayman o'zimda nazdimda. Inson oshdan gaplashsak, men masalan 3 kilo guruchgacha oshni damlay olaman. Chiroyli qilib damlay olaman. Lekin 30 kilo guruchni olib kelib qo'ysa, qo'pol aytganda atalaq qilib qo'yaman. Damlay olmayman. Ilmim yo'q, men bilmayman-da. Hozir ko'pchilikda shunaqa narsa bor. O'zi imkoniyati 1 kilo yo 2 kilo yo 3 kilo guruchga yetadi, lekin 5 kilo 10 kiloga urinib oladi. Bu katta risk degani, katta qarz degani, tem bo'lib bu narsalarni qarzga boshlab olishligi juda ham katta xato deyman. O'zini loyiqlik deydi, loyiqligi ilmi oshgan sari biznesni ham o'stirish kerak. Masalan, shu holatda biz aytdimmi, o'sha xizmatni tashkil qilmoqchimiz, yaqin orada, xudo xolasa, konsalting xizmati kelib maslahat qilsa, biz masalan birgalikda u bilan fikrlashib, uni darajasini diagnoz qilib turib, unga bir maslahatlar berib, o'shanga yarasha moliyalashtirish taklif qilishligimiz mumkin. Shunaqa holat bo'ldi, qiynalib qolgan, garovi bor, qimmat garovi bor, 2 milliard oshiq, u so'rayapti menga deydi, yana bu qiyinchilikdan chiqishim uchun 1 milliardlik tovar olib berishingiz kerak. O'zi qiyinchilikda turibdi. Bizda garov bor, qilib berishligimiz mumkin. Ertaga unmay qolsa garovni olib qo'yib qilishligimiz mumkin. Lekin to'g'ri ko'z bilan qaradik, maslahatlashgan holatda mijozni o'sha ishtiyoqidan pastga tushishni to'xtatishini tavsiya qilib, bir narsa qilib to'xtatdik. Stress shunaqa kuchli mijozda, tadbirkorda. U infarkt bo'lib qolishi mumkin, insult bo'lib qolishi mumkin-da, sababi katta zararda o'tirib qolyapti. Kirib qolyapti. Bu yoqda qarzlar bor, qarzlarda bosimi bor. Biznesda yana bir narsa, qarz agar keragidan ortiqcha qarz bilan biznes yuritsa odam, fokus qarz qaytarishga ketadi, biznes yuritishga ketmaydi. Shuning uchun keragidan ortiqchasi har doim ortiqcha. Kerakli darajasi kerak. Buni ilmi bor, qarzlarni boshqarish degan ilm bor alohida. Buni ham o'rganish kerak bo'ladi. 50 million so'm bilan, xullas gapni qisqa qiladigan bo'lsak, o'sha biznesdagi eng og'rib turgan joyga dori bera oldik, alhamdulillah. Bitta mijoz o'zining ham nimasi bor, harakati bor. Va o'sha isitma chiqarib turgan og'riqqa davo berdik, isitma to'xtadi. Biz o'zimizni o'zbekcha qilib tushuntiryapman-da endi. Isitma to'xtadi. 50 million so'm bilan. Xo'p, endi nima qilinadi deyilsa, oldin qilib turgan ambitsiyasi bor, masalan 100% deyilsa, o'shani 50% holatiga tushirdik. O'tirib 50% tirikchilik o'tyapti, qarzlariga yetyapti hozirgi holatda, lekin ubitkaga kirish to'xtadi.
zararga kirish to'xtadi va qo'lida endi sekin pul paydo bo'lishni boshlayapti. To'lovlarda ham masalan muammo bo'lgani yo'q bu oyda. Hamma yo'q yaxshi, o'zi ham asab stresslari joyiga kelgan, endi sog'lom fikrlashni boshlayapti. Ko'zini oldidagi tumanlar tarqadi. Endi 50% holatidan endi 60, 70, 80 qilib bamaslahat holatda sekin o'sha joyiga chiqarishni reja qilganmiz. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turibdi. Keyingi videolarimizda ijara mahsuloti haqida batafsil o'zim bilgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Buning uchun bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.